bunaqasini aniq ko'rmagansizlar o'rtoqlar. 85,5 mingga 6 ta xonali 108 ta to'y mana shunaqangi chiroyli hovli olishingiz mumkin ekan. Qoyilmisizlar o'rtoqlar? Sergeli Laylak mahalla shundoqqina TMZ zavod yaqinida joylashgan 6 ta xonali bu hovlimizni planirovkasi sizni aniq hayron qoldira oladi. Chiroyligina hovli zelyoniy zonalariga ega. Endi o'rtoqlar planirovkani ko'ringlar. Chap tomonimizdagi eshigimiz orqali uzun bir koridorli xonalarimizga o'tiladi. Chap tomondagi birinchi xonani umumiy sanuzel sifatida, bu yoqdagi xona bo'lsa oshxona sifatida foydalansangiz bo'lar ekan. Sharoitlari tanlangan aboylar va ta'mirlariga baho beringlar. Oshxona mebellari qilingan tayyor holatda. Gaz, svet, elektr, Wi-Fi, kamera, hamma sharoitlari bor. Atrofda maktab, bog'chalar yaqin pishgan qurilgan bino. Bu yoqdagi xonalar remontlariga 1 dan 5 gacha baho beringlar. Navbatdagi xonamiz bo'lsa, yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Chiroyli aboylarimiz, hamma xonaning oynasi koridorga qaragan va koridorni bo'lsa hovliga qaragan oynalari bor. Bemalol havo aylantirsanglar bo'ladi. Demak, hurmatli mijozlar, bu yoqqa chiqqanimizda katta mana shunaqa ayvon qismiga ega. Bu yerga stol qilib o'tirsanglar ham bo'ladi. Ichkarida bitta yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Aboylardan chiroyli ta'mir qilingan. Va bu yoqda bo'lsa o'rtoqlar, mana shunaqangi chiroyli mehmonxona va bu yoqda o'rtoqlar mansardasiga chiqadigan joyi bor. Patrofda ko'ryapsizlar, joy qilingan. Shuni o'zidan tushirib, mansardaga chiqsanglar bo'ladi. Mansarda ham xonalarimiz qilingan ekan. Mana bu yoqdan ko'rsanglar, mana tepada oynali, mansardali, balkonlarigacha ega ekan. Bu hali hammasi emas o'rtoqlar, bu 3 ta urovenli joyimiz bo'lyapti. Eng pastki urovenimizda mana umumiy sanuzellar qilingan ekan. Va bu yoqda uzun bir katta xonani ko'rishingiz mumkin. Bemalol o'zingizlarning ehtiyojlariga mos ravishda xonalar sifatida foydalansanglar bo'ladi. Uy planirovkasiga necha baho qo'yasizlar? 85,5 mingga arziydimi yo'qmi? Bu videoni xonalari ko'p, lekin narxi arzon bo'lsin, hovli qidiryapman degan do'stlarimizga yuborib qo'yinglar. Batafsil ma'lumot uchun egalariga aloqaga chiqishlar mumkin. Eng chiroyli va shinamgina xonadonlar Uy Bozor TV kanalida berib boriladi. Salomat bo'linglar.